Bahor kelishi bilan ko'pchilik allergiyadan qiynaladi. Allergiyani o'zi asli kelib chiqishi organizmda toksinlar, gribok, infeksiyalar ko'payishi oqibatida o't qopi dimlanib, o't suyuqligi ajralmasligi va yo'g'on ichida toksinlar qonga so'rilishi oqibatida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Allergiyani davolash uchun birinchi o'rinda tozalash, tanqiya, ya'ni ko'proq suv ichish, hijoma olish orqali tozalansa bo'ladi, ochlik orqali tozalasak bo'ladi. Organizmni butun chiqindilardan xalos etish tushuniladi. Ikkinchidan, issiq sovuqqa, quruqlikni namga almashtirish, ya'ni sovuqligi baland bo'lgan mizojli insonlarga issiqlik mahsulotlardan va issiqligi baland bo'lgan mizojlarga sovuqlik mahsulotlardan foydalanib mizoji to'g'irlash. Uchinchidan, qora sedana va kalsiyga boy bo'lgan mahsulotlardan iste'mol qiling va albatta zulu hijoma muolajalarini olib o'zingizga yordam bering. Bu videoni allergiyasi bor yaqinlaringizga yuborib qo'ying va sahifamga obuna bo'ling.